Coviddan keyin yo'tal shu qadar avj oldiki, davolash juda qiyin bo'ldi. O'sha vaqtlarda aynan shu Yutal Plus eritmasi hech narsa foyda bermagan vaqtda ham yo'tal dardidan xalos etishda katta sababchi bo'lganini ko'pchilik tan oldi. Hali-haligacha do'konlarimizda Yutal Plus turgan polkalar tezda bo'shab qoladi. Quruq va balg'amli, infeksion va allergik yo'tallarda bronxlarni kengaytiradi, nafas olish yo'llarini bakteriya va virusli zararlanishlardan himoya qiladi. Oshqozon va 12 barmoq ichak shilliq qavati yallig'lanishida, surunkali shamollashda, nafas siqishi va nafas olishga qiynalishda yordam beradi. Tarkibi tabiiy, individual ko'tara olmaslikda qabul qilish mumkin emas. Xastalikka qarab 7-10 kundan 2-3 oygacha ham qabul qilinadi. Bu eritma doim suv bilan qo'llaniladi. Kimga qanday qo'llash kerakligi haqida video tagida yozib qoldirdim. Sizga eng ishonchli va foyda beradigan kontentlarimiz uchun bittagina yurakcha bosib qo'yishni unutmang. Yutal Plus barcha do'konlarimizda mavjud. Buyurtma bersangiz, yetkazib ham beramiz.